Tamoqdan keyin Hazreti İsa shogirdlar bilan birga shahardan chiqib, odati bo'yicha zaytun teriga ketdi. U yerga yetib borgandan keyin ularga eziq turilmasliklari uchun duo qilinglar dedi. Ondan Hazreti İsa yerroq berib, tizilib turib, "Ey ota, xohlasang bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin," deb duo qildi. U duo qilayotganda osmondan kelgan bir farishta uningga ko'rinib madad berdi. Hazreti İsa cho'nqur qayg'u ichida texmi ixlos bilan duo qilayotganda uning terlari yerga to'kilgan qon tomchilaridek tushishga boshladi. Duodan keyin Hazreti İsa o'rnidan turib, shogirdlarining yeniga kelib, ularning g'amga cho'kanligidan mugdab qolganligini ko'rdi. Uxlab qolganlar nemisi? Eziq turilishdan saqlanish uchun qo'pib duo qilinglar, dedi Hazreti İsa ularni uyg'otib. Hazreti İsa'ning so'zi oyoqlashmasdanla 12 shogirdining biri bo'lgan Yahuda bir to'p odamni boshlab keldi. U Hazreti İsa'ning oldiga kelib, so'yib salom berdi. Hazreti İsa uningga: "Ey Yahuda, inson o'g'lini so'yib qo'yibmi, ya'ni uningga sotqinlik qilamsan?" dedi. Hazreti İsa'ning yendiki shogirdlar ahvolning chatoqligini ko'rib, "Ey Rabbim, ular bilan ilishsa qandoq deysiz?" dedi. Shogirdlarning biri qilichini ko'tarib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chakarning o'ng qo'liga tegib, uni tushirib etdi. Biroq Hazreti İsa "Bas" dedi va qo'lni uzatib chakarning qo'liga takkizib qo'yib edi. Shu an saqiyib ketdi. Hazreti İsa o'zini tutqili kelgan oliy ruhoniylar, ibodatxona qorovullarining boshliqlari va oqsoqollarga: "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Ben her kuni sizlar bilan markaziy ibodatxona hovlisiga borganda bana qo'l solmadinglar. Biroq endi qo'l soldigan vaqt soatinglar yetib keldi. Bu shayton hukm surdigan qorong'u vaqtdir," dedi. Qarovullar Hazreti İsa'ni tutib, bosh ruhoniyning uyiga elib berishdi. Petrus yiroqdan egishib mangan edi. Ular o'ylining o'tirsiga o't yiqib, cho'rsida isinib o'tirganda Petrusmu ularning orasiga kirib oldi. Uning isinib o'tirganini ko'rgan bir dedak o'rniga tikilib qarab turib, "Bu odammi İsa bilan bir?" dedi. "Yo'q, ben onu tanımayman," deb tanıdı Petrus. Uzun o'tmay yana biraylan uni tanib kelib, "Senmi uning odimi-ku?" dedi. "Qara seni, men ular bilan bir emas," dedi Petrus. Birer soat o'tgandan keyin yana bir odam: "Shubhisizki, bu odam İsa bilan bir. Talaffuzidan uningmi jallik ekanligi chiqib turmamdi," deb ching turib oldi. Lekin Petrus: "Qara buni, nima deb bichirlayapsan?" dedi. Uning so'zi oyoqlashmasdanla g'o'ras chilladi. Rabbimiz İsa kayniga burilib, Petrusga tikilib qaradi. Petrus Rab İsa'ning "Et saharda g'o'ras chillg'ucha sen mendan 3 qitim tanisan" degan so'zni esiga ilib, tashqariga chiqib qattiq yig'lab ketdi. Hazreti İsa qarawatgan qarovullar uni masxara qiladi. Uning ko'zini temib qo'ygandan keyin uni urib turib,
payg'ambar bo'lsang, aytpoqina, seni kim urdi deb so'rashdi. Va buningdan boshqa yana nurg'un haqoratlarni yog'dirishga boshladi. Tong otganda Yahudilarning oliy kengashimizdagi oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari jam bo'lishdi. Hazrati Ayso ularning oldiga elib kelindi. Ular Hazrati Aysodan "Aytqin, sen qutqizg'uchi Masihmi?" deb so'rashdi. Hazrati Ayso bundoq javob berdi: "Sizlarga aytsammi, ishonmaysizlar. Sizlardan biror savol so'rsam, javob bermaysizlar. Lekin inson o'g'lining Qodir Xudoning o'ng yonida o'tirganiga oz qoldi. Undaqda sen Xudoning o'g'li ekansan-da", deyishdi ular. "Sizlarning deganlaridek", deb javob berdi Hazrati Ayso. Shuning bilan ular endi boshqa hech qanday az qiluvchining hojati qolmadi. Chunki o'zining og'zidan kufr so'zlarni angladik.